Bugun men juda muhim masalani tushuntirib beraman. SSSR davrida, ya'ni Sobiq ittifoq paytida institut, texnikum, bilim yurti, oliy o'quv yurti yoki o'rta maxsus ta'lim muassasasida o'qigan pensionerlarni haqiqatan ham kutilmagan syurpriz kutayotgan bo'lishi mumkin. Bu ma'lumot pensiyasi kam chiqayotgan, staji to'liq hisoblanmagan. Eski diplomlari sandiqda yotgan yoki o'qigan yillarim pensiya o'tmaydi deb o'ylab yurgan hamma uchun juda muhim. Men darhol aytaman, bu mavzuda xato qilish pensionerga har oy pul yo'qotish degani bo'lishi mumkin. Shuning uchun videoni oxirigacha ko'ring. Hoziroq kanalga obuna bo'ling, like bosib qo'ying. Chunki men bugun kimlar pensiyasini qayta hisoblatishi mumkinligini, kimlarga bu foyda bermasligini, qanday hujjatlar kerakligini va qayerga murojaat qilish kerakligini aniq qilib tushuntiraman. Ko'p pensionerlar pensiyaga chiqqan paytda faqat mehnat daftarchasida yozilgan ish yillari hisobga olingan deb o'ylaydi. Ayrimlarda esa pensiya jamg'armasi yoki mas'ul idora eski hujjatlarni to'liq ko'rmagan, arxiv ma'lumotlari yetishmagan, diplom nusxasi topshirilmagan yoki o'qigan davr noto'g'ri tushunilgan bo'lishi mumkin. Natijada odamning umumiy staji kamayib qoladi. SSSR davrida ta'lim olganlar uchun asosiy masala shuki, ayrim ta'lim davrlari pensiya tayinlashda mehnat stajiga qo'shilishi mumkin. Bu degani, siz o'sha yillarda zavodda yoki tashkilotda ishlamagan bo'lsangiz ham, kunduzgi ta'lim olgan davringiz belgilangan tartibda stajga kiritilishi ehtimoli bor. Lekin bu yerda juda muhim farq bor. Ta'lim davri odatda ish haqi sifatida emas, staj sifatida ahamiyatga ega bo'ladi. Ya'ni o'qigan yillaringiz sizning o'rtacha ish haqingizni oshirib yubormaydi, lekin umumiy stajni ko'paytirishi, pensiya huquqini mustahkamlashi yoki ayrim hollarda pensiya miqdoriga ta'sir qilishi mumkin. Oldin qanday bo'lgan? Ko'pchilik pensiyaga chiqayotganda hujjatlar qog'oz shaklida topshirilgan. Eski mehnat daftarchasi, diplom, harbiy bilet, tug'ilganlik haqidagi guvohnomalar, arxiv spravkalari olib borilgan. Mas'ul xodim ko'rgan hujjatlari asosida stajni hisoblagan. Agar diplom berilmagan bo'lsa, o'qigan yillar hisobga kiritilmagan bo'lishi mumkin. Agar diplomda ta'lim shaxli, ya'ni kunduzgi bo'lim ekanligi aniq ko'rsatilmagan bo'lsa, yana savol tug'ilgan. Agar institut nomi o'zgargan, arxiv boshqa shaharga ko'chgan yoki hujjatlar rus tilida bo'lsa, odamlar ko'pincha bo'ldi, endi buning foydasi yo'q deb qo'l siltab ketgan. Hozir nima o'zgardi? Hozir pensionerlar o'z pensiya ishini qayta ko'rib chiqish, ilgari hisobga olinmagan davrlarni aniqlashtirish, arxivdan ma'lumot olib kelish, diplom va ta'lim haqidagi hujjatlarni qayta topshirish imkoniyatiga ega. Raqamlashtirish jarayoni, davlat xizmatlari, elektron bazalar kengayayotgani sababli ayrim eski davrlarni tasdiqlash osonlashmoqda. Eng muhimi, pensionerning o'zi faol bo'lishi kerak. Hech kim har bir pensionerning eski diplomini izlab, avtomatik ravishda pensiyani oshirib bermaydi. Agar sizda asos bo'lsa, siz murojaat qilasiz, hujjat taqdim etasiz. Shundan keyin masala ko'rib chiqiladi. Men birinchi navbatda quyidagi toifadagi pensionerlarga alohida e'tibor qaratishni maslahat beraman. Birinchisi, SSSR davrida kunduzgi bo'limda o'qiganlar. Masalan, 1975 yildan 1970 yilgacha institutda, 1960 yildan 1972 yilgacha texnikumda, 1992 yildan 1997 yilgacha pedagogika institutida, tibbiyot institutida, politexnika institutida, qishloq xo'jaligi instituti yoki boshqa oliy ta'lim muassasasida o'qiganlar. Ikkinchisi, pensiyaga chiqqan paytda stajingiz yetmayapti yoki stajingiz kam degan gapni eshitganlar. Masalan, erkak kishida umumiy staj 25 yil bo'lishi kerak bo'lgan vaziyatda 23 yil 6 oy hisoblangan bo'lsa, o'qigan 4 yoki 5 yili qo'shilganda holat butunlay o'zgarishi mumkin. Ayollarda ham shunday. Agar 20 yillik staj o'rniga 17 yoki 17 yil hisoblangan bo'lsa, eski ta'lim davri muhim rol o'ynaydi. Uchinchisi, pensiyasi juda kam chiqayotganlar. Albatta, pensiya kamligining sababi faqat staj emas, ish haqi miqdori ham katta rol o'ynaydi. Lekin staj to'liq bo'lmasa, pensiya hisobida kamayish bo'lishi mumkin. Ayniqsa, odam butun umr ishlagan, lekin mehnat daftarchasida uzilishlar ko'p bo'lgan, eski korxonalar yopilgan, arxivlar yo'qolgan bo'lsa, ta'lim davri qo'shimcha staj sifatida yordam berishi mumkin. Keling, oddiy misol bilan tushuntiraman. Masalan, Rahma opa 1978 yilda tug'ilgan. U 1975 yildan 1979 yilgacha pedagogika bilim yurtida kunduzgi bo'limda o'qigan. Keyin 1960 yildan 2013 yilgacha maktabda ishlagan. Pensiyaga chiqqanda mas'ul xodim faqat
1960 yildan keyingi ish yillarini hisoblagan. Diplom nusxasi esa pensiya ishiga qo'shilmagan. Natijada uning staji 33 yil deb olingan. Agar o'qigan 4 yili qonuni asosida qo'shilsa, umumiy staj 37 yil bo'lishi mumkin. Bu har doim katta oshish degani emas. Lekin ortiqcha staj uchun qo'shimcha hisob kitobda farq berishi mumkin. Yana bir misol. Anvar aka 1926 yilda tug'ilgan. 1974 yildan 1979 yilgacha Toshkentdagi institutda o'qigan. Keyin armiyaga ketgan. Keyin zavodda ishlagan. Pensiya tayinlanganda harbiy xizmat hisoblangan. Zavoddagi ish hisoblangan. Lekin institut davri ishlamagan davr deb chetda qolgan. Agar Anvar akaning diplomi, arxiv ma'lumotnomasi yoki institutda kunduzgi ta'lim olganini tasdiqlovchi hujjati bo'lsa, u pensiya ishini qayta ko'rib chiqishni so'rash mumkin. Agar hisob kitobda 5 yil qo'shilsa, bu uning umumiy stajini sezilarli oshiradi. Yana bir holat. Zaynab opa texnikumda 3 yil o'qigan, keyin 10 yil ishlagan. Bolalar tarbiyasi sabab uyda bo'lgan, keyin yana ishlagan. Pensiyaga chiqqanda uning umumiy staji chegarada turgan. Bunday vaziyatlarda ta'lim yillarini to'g'ri hujjatlashtirish ayniqsa muhim. Chunki ba'zan 1 yil ham, 6 oy ham natijaga ta'sir qiladi. Odamlar atiga 2 yil o'qiganman, buning nima foydasi bor deb o'ylaydi. Aslida esa pensiya hisobida har bir oy muhim bo'lishi mumkin. Kimlar xavotir olmasligi mumkin. Agar siz pensiyaga chiqqanda diplomingizni topshirgan bo'lsangiz, pensiya ishida o'qigan davringiz allaqachon hisobga olingan bo'lsa, stajingiz to'liq yozilgan bo'lsa, sizga qayta murojaat qilish shart bo'lmasligi mumkin. Lekin men baribir tekshirtirishni tavsiya qilaman. Chunki ko'p odam hisoblangan bo'lsa kerak deb yuradi. Lekin pensiya ishini ochib ko'rganda u davr yo'qligi ma'lum bo'ladi. Yana kimlarga bu ta'sir qilmasligi mumkin? Masalan, siz sirtqi bo'limda o'qigan bo'lsangiz va o'sha davrda ishlagan bo'lsangiz, sizning stajingiz asosan ish joyi orqali hisoblangan bo'lishi mumkin. Bunda o'qish alohida qo'shilmaydi. Chunki bir vaqtning o'zida bitta davr 2 marta staj sifatida hisoblanmaydi. Masalan, 1990 yildan 1995 yilgacha siz zavodda ishlagansiz va shu payt sirtqi institutda o'qigansiz. Bu 5 yil stajga bir marta ish davri sifatida kiradi. Men ham ishlaganman, ham o'qiganman, demak 10 yil bo'lsin degan tushuncha noto'g'ri. Bu mavzuda eng katta xato shuki, odamlar SSSRda o'qigan bo'lsam, demak pensiyam avtomatik oshadi deb o'ylaydi. Yo'q, avtomatik oshmaydi. Birinchidan ta'lim turi muhim. Odatda kunduzgi ta'lim davri ko'proq ahamiyatga ega. Sirtqi yoki kechki ta'limda esa odam ko'pincha parallel ishlagan bo'ladi. Shuning uchun staj mehnat faoliyati orqali hisoblanadi. Ikkinchidan, hujjat muhim. Faqat men o'qiganman deyish yetarli emas. Diplom ilovasi, arxiv ma'lumotnomasi, talabalikka qabul qilingan va bitirganlik haqidagi buyruq nusxalari, o'quv muassasasidan ma'lumotnoma kerak bo'lishi mumkin. Agar diplom yo'qolgan bo'lsa, bu ham oxirgi nuqta emas. O'quv muassasasining huquqiy vorisi arxiv yoki tegishli vazirlik orqali ma'lumot olish mumkin. Eski institut bugun universitetga aylangan bo'lishi mumkin. Texnikum nomi o'zgargan bo'lishi mumkin. Muhimi, o'sha o'quv muassasasi hujjatlari qayerda saqlanayotganini topish. Uchinchidan, davrlar ustma-ust tushmasligi kerak. Masalan, odam 1977 yil sentabrdan 1982 yil iyungacha institutda o'qigan. Lekin mehnat daftarchasida 1970 yildan ishga kirgani yozilgan. Bunday vaziyatda 1977-1975 oralig'i o'qish sifatida, 1970 yildan keyingi davr esa ish sifatida ko'rib chiqilishi mumkin. Har bir oy alohida tekshiriladi. Pensiya hisobida bitta oy 2 marta qo'shilmaydi. To'rtinchidan, ta'lim davri pensiya miqdoriga hamma uchun bir xil ta'sir qilmaydi. Agar odamda allaqachon juda katta staj bo'lsa, o'qigan yillar qo'shilganda osh kichik bo'lishi mumkin. Agar staj yetarli bo'lmagan bo'lsa, ta'sir katta bo'lishi mumkin. Masalan, bir pensionerda 19 yil 200 oy staj bo'lib, ayol kishi sifatida 20 yilga yetmay turgan bo'lsa, 4 yillik o'qish davri qo'shilishi uning pensiya hisobini boshqacha ko'rsatishi mumkin. Boshqa bir pensionerda esa 42 yil staj bor, o'qish qo'shilsa 46 yil bo'ladi. Lekin amaldagi hisob-kitob cheklovlari yoki pensiya formulasiga ko'ra oshish uncha katta bo'lmasligi mumkin. 5-dan, qayta hisoblash qaysi sanadan amalga oshirilishi masalasi bor. Ko'pchilik, agar men 10 yil oldin pensiyaga chiqqan bo'lsam, endi o'qigan yillarim topilsa, menga 10 yillik farqni qaytarib berishadimi deb so'raydi.
Odatda pensiyani qayta hisoblash murojaat qilingan va zarur hujjatlar taqdim etilgan davrdan keyingi tartibda amalga oshiriladi. Ya'ni hamma holatda ham o'tgan 10 yil uchun pul qaytariladi deb kutmaslik kerak. Agar oldin hujjat topshirilgan, lekin idora xatosi bilan hisobga olinmagan bo'lsa, bu alohida ko'rib chiqiladigan masala. Shuning uchun murojaatda ilgari taqdim etilgan hujjatlar hisobga olinmagan bo'lsa, pensiya ishini to'liq tekshirib berishingizni so'rayman deb yozish foydali. 6-dan SSSR davridagi hujjatlarda ism sharif farqi bo'lishi mumkin. Masalan, diplomda Natalya, pasportda Natalya yoki familiya turmushga chiqqandan keyin o'zgargan. Ayollarda bu juda ko'p uchraydi. Bunday holatda nikoh guvohnomasi familiya o'zgarganini tasdiqlovchi hujjat, tug'ilganlik guvohnomasi kerak bo'lishi mumkin. Agar bitta harf farq qilsa ham, mas'ul idora qo'shimcha tasdiq so'rashi mumkin. Buni yomon niyat deb qabul qilmang. Chunki pensiya hujjatlarida shaxsni aniq identifikatsiya qilish shart. 7-dan boshqa respublikada o'qiganlar masalasi. Ko'p yurtdoshlarimiz SSSR davrida Moskva, Leningrad, Kiyev, Minsk, Olmaota, Frunze, Dushanbe, Boku yoki boshqa shaharlarda o'qigan. Bu holatda ham hujjat topshirish mumkin, lekin arxiv ma'lumotini olish biroz ko'proq vaqt oladi. Ba'zan xorijiy arxivga so'rov yuborish kerak bo'ladi. Agar diplom o'zingizda bo'lsa, ish osonlashadi. Agar diplom yo'qolgan bo'lsa, o'sha ta'lim muassasasining bugungi nomini topib, rasmiy so'rov yuborish lozim. 8-dan o'qishni tugatmaganlar masalasi. Masalan, odam institutda 2 yil o'qigan, keyin oilaviy sabab bilan ketgan. Bunday davr ham muayyan shartlarda ko'rib chiqilishi mumkin. Lekin buning uchun talaba bo'lgan davrni tasdiqlovchi arxiv ma'lumotnomasi kerak bo'ladi. Diplom bo'lmagani uchun hech narsa bo'lmaydi, deyish ham to'g'ri emas. Lekin hujjatsiz isbotlash qiyin. Arxivda qabul buyrug'i, kursdan kursga o'tish buyrug'i, talabalar safidan chiqarilgan sana bo'lishi mumkin. 9-dan o'quv amaliyoti va ishlab chiqarish amaliyoti masalasi. Ba'zi texnikum yoki institutlarda talabalar zavodda amaliyot o'tagan, stipendiya olgan, hatto ish haqiga o'xshash to'lov olgan. Bu davrni ish staji sifatida alohida hisoblash uchun mehnat shartnomasi, ishga qabul buyrug'i, mehnat daftarchasi yozuvi yoki arxiv hujjati kerak bo'ladi. Oddiy o'quv amaliyoti esa avtomatik ish davri bo'lib qolmaydi. Endi men aniq nima qilish kerakligini bosqichma-bosqich aytaman. Birinchi qadam, uyda bor hujjatlaringizni yig'ing. Diplom ilovasi, baholar varaqasi, talabalik bileti, arxiv ma'lumotnomasi, eski mehnat daftarchasi, harbiy bilet, nikoh guvohnomasi, pasport nusxasi. Pensiya guvohnomasi yoki pensiya tayinlanganini tasdiqlovchi hujjatlar kerak bo'lishi mumkin. Hujjatlarni oddiygina olib borib tashlab kelmang. Avval nusxa oling, asl nusxalarni ehtiyot qiling. 2-qadam. Pensiya ishingizda o'qigan davr hisobga olinmaganini tekshiring. Buning uchun yashash joyingizdagi pensiya jamg'armasi bo'limiga yoki tegishli pensiya organiga murojaat qiling. Siz mening pensiya ishimdagi umumiy stat tarkibini ko'rsatib berishingizni so'rayman deb murojaat qilishingiz mumkin. Faqat umumiy summa emas, aynan qaysi yillar, qaysi davrlar hisoblanganini bilish kerak. Chunki muammo shu yerda yashiringan bo'ladi. 3-qadam, agar o'qigan davr hisobga olinmagan bo'lsa, yozma ariza bering. Arizada taxminan shunday mazmun bo'lishi mumkin. Men falon yildan falon yilgacha falon o'quv muassasasida kunduzgi bo'limda ta'lim olganman. Ushbu davrni pensiya stajimga qo'shish va pensiyamni qayta hisoblab berishni so'rayman. Ilova diplom nusxasi, diplom ilovasi, arxiv ma'lumotnomasi va boshqa hujjatlar. Albatta, aniq matnni joydagi mutaxassis bilan moslashtirish mumkin, lekin ariza yozma bo'lishi muhim. 4-qadam, arizani ro'yxatdan o'tkazing. Bu juda muhim. Og'zaki murojaat qilib, kelasi hafta keling degan gap bilan cheklanib qolmang. Arizangiz qabul qilingan sana kirim raqami, qabul qilgan xodim yoki elektron tasdiq bo'lsin. Keyin natijani kuzatish oson bo'ladi. Agar hujjat yetishmasa, sizga aynan qaysi hujjat kerakligi yozma yoki rasmiy tarzda aytilsin. 5-qadam. Agar diplom yo'qolgan bo'lsa, arxivga murojaat qiling. Avval o'qigan muassasangizning bugungi nomini aniqlang. Masalan, sobiq pedagogika instituti hozir universitet bo'lgan bo'lishi mumkin. Texnikum kollejga, keyin boshqa muassasaga qo'shilgan bo'lishi mumkin. O'sha muassasaga yoki viloyat arxiviga so'rov yuboring. So'rovda to'liq ism sharifingiz, tug'ilgan yilingiz, o'qigan yillaringiz, fakultet yoki mutaxassislik, kunduzgi bo'lim bo'lgan bo'lmagani, diplom olgan sana
kabi ma'lumotlarni yozing. Qancha aniq yozsangiz, javob shuncha tez topiladi. 6-qadam. Familiya o'zgargan bo'lsa, bog'lovchi hujjatlarni tayyorlang. Masalan, qiz familiyangiz diplomda, hozirgi familiyangiz pasportda bo'lsa, nikoh guvohnomasini albatta qo'shing. Agar nikoh guvohnomasi yo'qolgan bo'lsa. Hadya organidan takroriy guvohnoma yoki ma'lumotnoma olish mumkin. 7-qadam. Rad javobi olsangiz, sababini talab qiling. Bo'lmaydi degan umumiy javob yetarli emas. Nega bo'lmaydi? Hujjat yetishmayaptimi? Ta'lim shakli tasdiqlanmadimi? Davr boshqa ish davri bilan ustma-ust tushyaptimi? Qonuniy asos qaysi? Mana shu savollarga javob bo'lishi kerak. Agar rad javobi asossiz deb o'ylasangiz, yuqori turuvchi tashkilotga yoki zarur bo'lsa, sudga murojaat qilish imkoniyati mavjud. 8-qadam. Hisob-kitob natijasini tekshiring. Agar o'qigan yillaringiz qo'shildi deyishsa, yangi staj qancha bo'lganini, pensiya miqdori qanchaga o'zgarganini, qaysi sanadan qayta hisoblanganini so'rang. Ba'zan hujjat qo'shiladi, lekin pensioner natijani tekshirmaydi. Men har doim aytaman, pensiya bu doimiy daromad. Bu yerda 20 ming so'm ham, 1 ming so'm ham, 1 ming so'm ham yillar davomida katta summaga aylanadi. Keling, yana bir raqamni misol qilaman. Agar pensionerning pensiyasi qayta hisob-kitobdan keyin oyiga takta 1000 so'mga oshsa, bu bir yilda 960 ming so'm degani. Agar 1 ming so'mga oshsa, bu bir yilda 1 milyon 800 ming so'm degani. Kimdir uchun bu doğru puli, kimdir uchun kommunal to'lov, kimdir uchun nevarasiga yordam. Shuning uchun mayli, shuncha bilan yuraveraman demaslik kerak. Sizga qonun bo'yicha tegishli bo'lgan narsa bo'lsa, uni talab qilish uyat emas. Yana bir muhim maslahat, qo'shnilarning gapiga qarab qaror qilmang. Bir odamga o'qigan yillari qo'shilmagan bo'lsa, bu sizga ham qo'shilmaydi degani emas. Bir odamning pensiyasi oshmagan bo'lsa, sizniki ham oshmaydi degani emas. Har bir pensiya ishi individual, tug'ilgan yil, jins ish staji, ish haqi, ta'lim davri, harbiy xizmat, bola parvarishi, hujjatlar holati hammasi alohida hisoblanadi. Men yana shuni ta'kidlayman. SSSR davridagi ta'lim hujjatlari eski bo'lsa ham kuchini yo'qotgan deb o'ylamang. Diplom Sovet davrida berilgan bo'lsa, u tarixiy hujjat sifatida ahamiyatga ega. Faqat u shaxsga tegishli ekani ta'lim davri va shakli aniq tasdiqlanishi kerak. Agar hujjat rus tilida bo'lsa, odatda uni tushunish mumkin, lekin ayrim hollarda tarjima yoki notarial tasdiq so'ralishi mumkin. Buni joydagi talabga qarab aniqlang. Bugungi mavzuning asosiy mazmuni shunday. SSSR davrida ta'lim olgan pensionerlar o'z eski diplomlari va o'qigan yillarini e'tiborsiz qoldirmasligi kerak. Bu davrlar ayrim hollarda pensiya stajiga qo'shilishi, pensiya hisobini o'zgartirishi va har oy olinadigan pulga ta'sir qilishi mumkin. Lekin buning uchun hujjat kerak, yozma murojaat kerak va pensiya ishini tekshirtirish kerak. Men sizga maslahatimni aniq aytaman. Bugunoq hujjatlaringizni ko'rib chiqing, diplomingizni toping. Pensiya ishingizda o'qigan yillar bor yo'qligini tekshirtiring. Agar hisobga olinmagan bo'lsa, ariza bering va natijasini oxirigacha kuzating. Agar siz yoki yaqinlaringiz SSSR davrida o'qigan bo'lsa, izohlarda yozing. Qaysi yillarda, qaysi o'quv muassasasida o'qigansiz va pensiyangizda bu davr hisobga olinganmi? Tajribangiz boshqa pensionerlarga juda foydali bo'lishi mumkin. Videoga like bosing, kanalga obuna bo'ling va bu ma'lumotni ota-onangiz, qo'shnilaringiz, qarindoshlaringiz bilan albatta ulashing.